mana Lanxonda Efendi degan soğuqqonliq, rəhimsiz yeganligimiz. Qiz bola eng oxirida hayot oldi uçağın qanday qildi? Usun bir o'ylanib, keyniga o'rilib, menib bo'lib, keyinchilab yana qilishni tiqibdi. Usun mushtapda qilishni o qiz bola tiqmadi, o'zining elqi doim aql bilan qaror chiqara oladigan, o'zining ishongan dunyo qarashiga nisbatan o'ziga qilishni tiqibdi. Shuningdan keyin Usun qanday qildi? Jarayon Checheni darvishda qo'yib, shuningdan keyin Shinjo Usun degan taxallus ism, bu darvish Usun. Darvish bo'lib ketdi. Dastlabda shu qiyofatda qichish qochqin bo'lgan keyin men tunuvamsin deb bo'lgandi. Keyinki uning tutgan kitob biz ko'rgan televiziya teatrda uning manga yo'llar qaraganda u haqiqatan ko'ngil suyib ketdi emasmi? Ash qiz bolashini xayli qildi-ku, mayli majburiy bo'lsin, nim bo'lsin. Demak, oxirgi gapimizni yakunlab kelsak, Usun qahramonmi emasmi deyishmayli. Hammalarning ko'ngilda, har bir odamning ko'ngilda o'zininki qahramoni bo'ladi. Uning o'lchimi bo'ladi. Shuning uchun lekin qahramonmi emasmi degan talashmagan bilan eng oxir deydiganimiz Usun mush 108 palvonning ichidagi eng so'g'aqqon, eng rəhimsiz bir atama desek ma'nında talash tartish bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Bugungi Usun to'g'riliq so'zlagan qismimiz mishada oxirlashdi. Do'stlar, rahmat. Sizga rahmat.